Tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ertaga 15-oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 5-10 daraja, kunduz kuni 22-28 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 25-30 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 28-32 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring.